Shu Begavelga ahamiyat beringlar. Ko'rsanglar bo'ladi, elektronniy bo'lib kelgan. Begavel nimaligini o'zingizlar bilasizlar, to'g'rimi? O'sha ancha bilib qoldinglar. Bu shu veliga o'xshagan, faqat pedalli bo'lmaydi, sepi bo'lmaydi, oyog'i bilan itarib yuradi. Bunisi esa elektronniy. Xuddi o'sha narsani elektroniysi, oyog'iga podstavkasi ham bor. Ko'rsanglar bo'ladi. Bola kak mototsiklga o'xshab knopkasini bosib haydayveradi. Akkumulyator o'tirgandan keyin oyog'i bilan bemalol itarib yuraveradi. Begavel o'zi bilasizlar juda foydali narsa. Bunisi elektronniy, bolachalarga vobshe zo'r. Ikkita yonida kichkina baloni ham bor, kerak bo'lsa, to o'rganguncha, o'rgangandan keyin muvozanatni saqlashga o'rgatadigan vobshe zo'r narsa. Ko'rsanglar bo'ladi. Bu Begavelimiz bemalol 4 yoshdan 7 yoshgacha ishlatsanglar bo'ladi. Bolajoninglarga mazza qilib uchishadi. Mana ko'rsanglar bo'ladi, original narsa. Elektronniy mototsikl o'rniga vobshe zo'r narsa. Sababi elektronniy mototsikllar bilasizlar, o'chgandan keyin uni motori bo'ladi, uni sudrab yurish kerak bo'ladi. Zaryadkasi o'chgandan keyin bu narsa unaqa emas. Buni bemalol zaryadkasi o'chgandan keyin o'zi bola oyog'i bilan itarib bemalol ketaveradi. Mana shunaqa zo'r yengilliklarimiz bor.